Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'sha o'quv qumlanmamizdan 78-bitdan davom ettiramiz. Ad-darsul xomisu ashara 15-dars. Al-fatayatu Zaynabu. Demak, qizlar bilan Zaynablar orasidagi suhbat. Assalomu alaykum. Qizlar salom berdi. Va alaykumussalam. Demak, Zaynab alik oldi. Man antunna ya akhawatu. Ey opa singillar, sizlar kimsizlar? Nahnu banatu Shayx Abbasin. Biz Shayx Abbosning qizlari. Ahlan va sahlan va marhaban. Xush kelibsiz, marhabo. Ummukunna ustazati. Sizlarning onalaringiz mening ustozim. Kayfa haluha? Uning ahvoli qanday? Hiya bi khayrin. U yaxshi. Ayna hiya al-ana? U hozir qayerda? Hiya al-ana fi Riyod. U hozir Riyod shahrida. Mata zahabat? Qachon bordi? Zahabat qabla usbu'in. Bir hafta oldin bordi. Man zahaba ma'aha? U bilan birga kim bordi? Zahaba ma'aha akhuna Ibrohim. U bilan birga bizning akamiz Ibrohim bordi. Kayfa halukunna? Sizlarning ahvollaringiz qanday? Nahnu bi khayrin. Biz yaxshimiz. Fi ayyi madrasatin antunna? Sizlar qaysi madrasadasizlar? Qaysi? Ya'ni maktabdasizlar. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Bizlar o'rta sinfdagi maktabda. Demak, 6, 7, 8 sinflar mutawassita deyiladi. Mata ixtibarukunna? Sizlarning imtihonlaringiz qachon? Ixtibaruna ba'da shahrin. Bizning imtihon bir oydan keyin. Adhabtunna ila al-madrasati al-yawma? Bugun maktabga bordingizlarmi? Na'am, zahabna va raja'na. Ha, bordik va qaytdik. Tamarinu, mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyidagi savollarga javob bering. Man antunna? Sizlar kim? O'zi haqida ma'lumot bersa, qizlari nima deydi? Nahnu banatu ash-Shayx Abbasin. Biz Shayx Abbosning bolalari, qizlari. Ayna ummukunna? Sizlarning onalaringiz qayerda? Demak, ikki bu yoqda ekan. Ayna baytukunna? Uylaringiz qayerda? Baytuna, uyimiz, masalan, xolfal madrasati, maktabning ortida. Ayna madrasatukunna? Maktablaringiz qayerda? Madrasatuna amama suqi, masalan, bizning maktabimiz bozorning oldida. Ayna ummukunna? Onalaringiz qayerda? Ummuna fi Riyodi. Onamiz masalan Riyod shahrida. Ayna akhukunna? Sizlarning akangiz qayerda? Akhuna fil maktabati. Kutubxonada deyishimiz mumkin. Xo'sh, adhabtunna ila al-madrasati al-yawma? Bugun maktabga bordingizmi? Na'am, zahabna va raja'na. Ha, bordik va qaytdik. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.